So'nggi yillarda Yaqin Sharq mintaqasi geosiyosiy taranglik va qurolli mojarolarning eng xavfli nuqtalaridan biriga aylanib bormoqda. Xususan, Eron va Isroil o'rtasidagi yillar davomida to'g'ridan-to'g'ri emas, balki vositachilik orqali olib borilayotgan proksi urushlar 2025-yilga kelib ochiq harbiy to'qnashuvlar bosqichiga yetdi. Bu qarama-qarshilik ilk bor 1982-yilda Isroilning Livanga bostirib kirishi va Eronning Hizbulloh harakatini qo'llab-quvvatlashi ortidan boshlangan edi. Oradan o'tgan yillar davomida bu ikki davlat o'rtasidagi ziddiyat faqat kuchayib bordi. Ayniqsa, G'azo urushi fonida Hizbulloh va Isroil o'rtasida yuzaga kelgan yangi nizo Eronning mintaqadagi harbiy ta'siri va Isroilning xavfsizlikka doir tashvishlar bilan birgalikda Yaqin Sharqda keng ko'lamli urush xavfini yuzaga keltirdi. Biz bugun Eron va Isroil o'rtasidagi tarixiy ziddiyatlar, ularning hozirgi bosqichi va mintaqaviy xavfsizlikka ta'sirini tahlil qilamiz. Eron va Isroil o'rtasidagi ilk harbiy to'qnashuv 1982-yilda yuz bergan. O'sha yili Isroil Livanga bostirib kiradi. Harbiy yurish minglab askar, yuzlab tank va zirhli transport vositalarini o'z ichiga olgan bo'lib, hujumlar havo, dengiz va bombardionlar bilan birgalikda amalga oshiriladi. Bir hafta ichida Isroil bir nechta frontdan hujum qilib, Livan poytaxti Bayrut atrofiga yetib keladi va shaharni qamal qiladi. Eron esa ushbu hududda Hizbulloh harakatini tashkil etish va moliyalashtirish orqali Isroilga qarshi kurashishni boshlaydi. Bu hodisa esa Eron va Isroil o'rtasidagi ilk bevosita proksi urushi sifatida tarixga muhrlangan. Isroil va Eron o'rtasidagi bugungi to'qnashuvning asosiy sababi G'azo urushiga borib taqaladi. Biroq ziddiyatning ildizlari undan ham chuqurroq. O'nlab yillar avval boshlangan tarixiy va siyosiy mojaro bilan bog'liq. 2023-yil 7-oktyabr kuni Hamas Isroilga hujum qilgandan so'ng, ertasi kuni 8-oktyabrda Livanda joylashgan Hizbulloh guruhi Isroilning shimolidagi aholi punktlariga raketa hujumi uyushtirdi. Eron tomonidan qurollantiriladigan ushbu guruh bu harakatni G'azodagi falastinliklar bilan birdamlik ramzi sifatida izohladi. Shundan so'ng ikki tomon o'rtasidagi ziddiyat yanada kuchayib, vaziyat tobora taranglashmoqda. Livandagi eng qudratli qurollangan tuzilma hisoblangan Hizbulloh o'zini Isroilga qarshi qarshilik harakati deb e'lon qilgan bo'lib, Eron singari Isroilning davlat sifatida mavjudligiga qarshi chiqdi. Bir necha yillardan beri Livan va Isroil chegarasida vaqti bilan qurolli to'qnashuvlar yuz berib kelgan bo'lsa-da, 2025-yilga kelib bu keskinlik xavfli bosqichga kirgani kuzatilmoqda. Ayniqsa, Livanda faoliyat yurituvchi Hizbulloh harakati bilan Isroil o'rtasidagi ziddiyatlar kuchayib, bu mojarolar mintaqaviy beqarorlikka jiddiy tahdid solmoqda. 2025-yilning boshidan boshlab Isroil va Eron o'rtasidagi munosabatlar yanada keskinlashdi. Eronning Livan, Suriya va Yaman orqali mintaqadagi proksi kuchlar yordamida Isroilga bosim o'tkazishga urinayotgani, Isroil esa o'z navbatida Eronning harbiy infratuzilmasiga va uran boyitish faoliyatiga qarshi diplomatik va harbiy choralar ko'rayotgani kuzatilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterrish 2025-yil aprel oyida jurnalistlarga bergan bayonotida shunday dedi: Livan Isroil chegarasidagi vaziyatni har qanday noto'g'ri baholash yoki xatolik oqibatida to'liq qurolli urushga aylanib ketishi mumkin. Bu nafaqat Livan va Isroil, balki butun yarim sharq mintaqasi xavfsizligiga tahdid soladi. Shuningdek, Al Jazeera va BBC tahlillariga ko'ra, 2025-yilning may oyida Isroil shimoliy chegarasida yuz bergan artilleriya o'q almashinuvi va dron hujumlari natijasida tinch aholi orasida ham talofatlar qayd etilgan. Bu esa xalqaro hamjamiyatni jiddiy tashvishga soldi. AQSh davlat departamenti va Yevropa ittifoqi tashqi aloqalar xizmati ham mojaroning kengayishini oldini olishga chaqirib, tomonlarni maksimal darajada vazminlikka undadi. Ammo Eron va Isroil rasmiylarining bayonotlari kuchayib borayotgan ziddiyatdan orqaga chekinish emas, balki qarshi choralarni kuchaytirishni ko'zlayotganini ko'rsatmoqda. Masalan, so'nggi kunlarda Isroil va Eron o'rtasidagi mojarolar xavfli bosqichga ko'tarilib, harbiy to'qnashuvlar jiddiy tus oldi. Jumladan, 13-iyunga o'tar kechasi Isroil harbiy havo kuchlari Eron hududiga Sherlar dunyosi nomli maxsus operatsiyani boshladi. Isroil mudofaa kuchlari tomonidan uyushtirilgan bu keng ko'lamli hujumlarda Eronning yadroviy va harbiy obyektlari, jumladan Natanz atrofidagi inshootlar nishonga olindi. Bosh vazir Benyamin Netanyahu bayonotiga ko'ra, zarbalar Eronning yadroviy boyitish va ballistik raketa dasturiga qaratilgan bo'lgan. Ammo hujum ortidan Eron poytaxti Tehronda kuchli portlashlar yuz berdi. Imom Xomayniy aeroporti yopildi va havo mudofaasi to'liq jangovar holatga keltirildi. Ayrim xalqaro reyslar, xususan
Tehron Toshkent yo'nalishlari O'zbekiston aerodromlariga yo'naltirildi. Isroil tarafidan bildirilishicha, Eron qisqa muddat ichida 15 ta yadroviy bomba ishlab chiqarish imkoniga ega bo'lgani sababli bu muvofiq tahdidga javoban hujum zarur bo'lgan. Reuters xabariga ko'ra, zarbalar natijasida general Husayn Salmani, olimlar Fereydun Abbosiy Davoniy va Muhammad Mehdi Tehronchi halok bo'lgan. Oyatulloh Xomaniyning maslahatchisi Ali Shamxoniy og'ir yaralangani ma'lum qilingan. Eron yetakchisi Xomaniy esa Isroilga qasos javobini qaytarishini aytgan. Shundan so'ng Eron o'z javob zarbasini 13-iyun kuni kechqurun amalga oshirdi. Eron harbiy kuchlari Isroilga 100 dan ortiq dron va ballistik raketa yo'llagan. Ular asosan Eronning janubidagi Fors viloyatidan uchirilgan. Sahal havo mudofaa tizimi katta qismini bartaraf etganini ma'lum qilgan. Isroil aholisi esa raketa tushgan joylarning manzillarini tarqatmaslik haqida ogohlantirilgan. 14-iyun kuni esa Isroil mudofaa vaziri Katz qat'iy bayonot bilan chiqdi. Unga ko'ra, Eron tinch aholi yashaydigan hududlarga raketa yo'llab qizil chiziqni bosib o'tgan. Katzning ta'kidlashicha, Eron rejimi bu jinoyatkor harakatlari uchun katta tovon to'laydi. Tibbiyot xizmatlari ma'lumotlariga ko'ra, bu zarbalarda 17 kishi jabrlangan, ulardan biri og'ir ahvolda. Ma'lumotlarga ko'ra, Eronning javob hujumlari 3 to'lqinli shaklda uyushtirilgan. Harbiy ekspertlarning baholashicha, bu zarbalar Isroilning strategik hududlarini, ayniqsa harbiy inshootlar yaqinini nishonga olgan. Shuningdek, Isroil hukumatı o'zining zarbalarini Eronning yadroviy dasturiga qarshi harbiy operatsiya doirasida amalga oshirganini yana bir bor ta'kidladi. Isroil bosh vaziri devoni maslahatchisi Dmitriy Gendelmanning aytishicha, operatsiyalar aniq razvedka ma'lumotlariga tayangan holda o'tkazilgan bo'lib, ballistik raketa uchirish moslamalari, harbiy bazalar va strategik infratuzilmalarni nishonga olgan. Unga ko'ra, bu harakatlar Isroil xavfsizligini ta'minlash va Eron rejimining ommaviy qirg'in qurolini yaratishga yo'l qo'ymaslik maqsadida amalga oshirilmoqda. Eron hukumati tomonidan mazkur harbiy amaliyotlar Isroil tomonidan faqat ichki qaror emas, balki xalqaro darajada muvofiqlashtirilgan harakat sifatida ko'rilmoqda. Axios nashrining xabar berishicha, AQSh hukumati bu operatsiyadan oldin xabardor bo'lgan va ularni norasmiy tarzda qo'llab-quvvatlagan. Hatto Isroil AQShdan hujumlarda ishtirok etishni so'ragani, ammo hozirgacha Trump bu masalani jiddiy ko'rib chiqmayotgani ham aytilmoqda. Boshqa tarafdan esa AQSh Isroilning bevosita harbiy hujumlarda ishtirok etishni istamayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Bunga javoban Eron ham sukut saqlamadi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Isroil harakatlarini agressiya akti deb atab, BMTdan zudlik bilan choralar ko'rishni talab qildi. Unga ko'ra, Isroil tomonidan yo'llangan zarbalar harbiy bazalar, yadroviy obyektlar va turar joylarga qaratilgan. Aroqchi bunday hujumlar BMT nizomi va xalqaro qoida normalariga zid ekanini bildirdi. U BMT bosh kotibi Antonio Guterres bilan telefon orqali suhbatlashib, BMTni hujumlarni qoralashga va aybdorlarni javobgarlikka tortishga chaqirgan. Vaziyatga munosabat bildirgan AQSh sobiq prezidenti Donald Trump esa, agar Eron AQShga hujum qilsa, Amerika qurolli kuchlarining to'liq qudrati bilan javob berilishini ta'kidladi. Shu bilan birga u AQShning hozirgi Isroil hujumlarida ishtirok etmayotganini ham ta'kidladi. Biroq Eron tomoni bu da'voni inkor etib, Isroilning bunday keng qamrovli hujumlarni AQShning roziligisiz amalga oshirishi mumkin emasligini bildirgan. Ayni damda esa mazkur voqealar mintaqada tinchlikka tahdid solmoqda. Isroil va Eron o'rtasidagi ziddiyat bir necha hafta davom etishi kutilayotgan harbiy harakatlar fonida yangi bosqichga ko'tarildi. Mintaqadagi keskinlik ortib borar ekan. 16-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev videoselektor yig'ilishida vaziyatga munosabat bildirib, urushlar nafaqat Yaqin Sharq, balki Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham jiddiy tahdid solayotganini ta'kidladi. Ayni damda esa fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida Eron hududida bo'lgan 30 dan ortiq O'zbekiston fuqarosi Turkmaniston va Ozarbayjon orqali evakuatsiya qilindi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.